Birodar, ayollarimiz borasida bugun Xudodan qo'rqaylik. Ko'chalarga chiqib biz bugun iftorga boramiz, etga boramiz, betga boramiz. Bugun o'zingizga savol bering, birodar. Qachon oilamizni olib chiqdik ko'chaga? Qachon olib chiqdingiz ayolingizni, farzandingizni, onamizni, otamizni? Ko'ztoshimiz bilan borib bugun biz choyxonada oshyapmiz, iftorlik qilyapmiz. Yo bir yaqin o'rtog'imiz iftorga yetarib borib unikida o'tiryapmiz. Ayolimiz-chi, birodar, u nima qilsin? Bir joyga so'rasa yo'q deymiz. Yo'q degandan keyin erkak kishi deysiva qilish kerak. Aytgan gapiga javob berishlik kerak. Qo'ymayapmizmi, o'zimiz olib chiqaylik, birodar. Olib chiqing. Ayollarimiz borasida Xudodan bugun biz qo'rqaylik. Olib chiqing. Bir oyda mana Ramazon oyi bir oy xolos, 30 kun xolos. Oyda mayli har kun chiqing demayman, har haftada har kun demayman. Hech bo'lmasa 10 kunda bir marta olib chiqing, birodar.